Online savdo ishtiboy kanalimizda aziz obunachilar, aziz mehmonlar, biz hozir Andijondagi yangi bozor orqasida Baraxo'rka bozoriga kelganmiz. Bu yerda kerakli buyumlarimiz bor, ishlatilgan, lekin yangi holatda saqlangan kerakli buyumlarimiz bor do'stlar. Birgalikda albatta tanishtirib borishga harakat qilaman. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarini ham olishga harakat qilaman do'stlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ma'lumot berib yorsiz, a? Bularimiz nech pul? Bu 100 ming deyapman. 100 ming so'm. Ishlashi qanaqa? Ishlashi holati a'lo. Ishlashi a'lo. DVDlarimiz ishlaydimi? DVDlar ham yangi. Nech puldan beramiz? Bular ham 80 ming. 80 ming so'mdan ishlashi ideal. Ideal. Xo'p, qadrdonlar, qiziqqanlar bo'lsa, aka telefon nomerni aytaveramiz. Telefon nomer 94lik 94 kodi bilan 565 necha? 565 565 4101. 4101. Aka, kuningiz yaxshi bo'lsin. Sog' bo'ling. Tunerchi, tuner nech pul? Tuner ham ishlaydi. Tuner qancha? 50 ming. 50 ming so'mga berar ekanlar. Yaxshi ishlaydi deyishyapti. Rahmat aka. Xudo xolasa hozir ruxsat berganlarini albatta video qilib ko'rsatib borishga harakat qilaman. Albatta ruxsat berganlarini do'stlar. Mana bu yerda rabochiy telefonlarimiz ham bor ekan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sizdanmi? Telefonlarimiz qaysinisi nech puldan? 150 mingdan 350 minggacha. 150 ming so'mdan 350 ming so'mgacha telefonlarimiz bor. Telefon raqamini aytamizmi? Telefon raqamini aytamizmi? Qayerda? Ayting telefon raqamini. 90lik 755 70 66. Bu yerda hozir nech puldan nech pulgacha telefonlar bor? 250 mingdan 350 minggacha. 150 mingdan 350 ming so'mgacha telefonlarimiz bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaveramiz do'stlar. Qadrdonlar, biz davom etamiz. Andijondagi yangi bozor orqasida Baraxo'rka bozoriga yetib kelganmiz. Albatta kerakli buyumlar bor bu yerda. Xudo xolasa chiroyli buyumlarimiz bilan tanishtirib boraman qadrdonlar. Bu nech pul ekan aka? 100 dollar. Yo'li ham bormi, ozgina kami ham bormi buni? Kelishtirib berasiz-a? 95 ga beraman. Telefon raqamini aytib yuboring, kelishtirib berar ekanlar. Telefon raqam 99lik 699 54 53 raqamlariga murojaat qilaveramiz kimga qiziq bo'lsa qadrdonlar. Xo'p do'stlar, biz davom etamiz. Mana boltalarimiz ham bor ekan. Boyaga aytgan telefon raqamga murojaat qilsanglar, akamizning narsalari ekan. Katta rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p do'stlar, yana biz davom etamiz. Ajoyib qiziqarli narsalar, hali antikvar narsalar ham bor bu yerda. Bemalol kelsanglar, bu yerda har kuni bozor bo'ladi do'stlar. Telefonlar ham olib chiqishgan, albatta cho'ntak boblari ham bor bu yerda. Bir-biridan ajoyib telefonlarimiz bor. Hozir egalari yo'q ekan buni. Nech pul ekan? Kimdan bu? Bizdan. Nech pul? 600 ming deyapti. Ishlash qanaqa? Zo'r. Ishlashi ideal. 600 ming so'm deyapsiz. Zapaska zapaskasi deyim bu. Ishlashi ideal deyaptilar. Telefon raqamini aytib olaylik. Telefonim yo'q. Telefoningiz yo'qmi? Telefonni ham sotib beradi. Telefonni ham sotib yubordim deyaptilar, gap yo'q. Aka, bozoringizni bersin, sog' bo'ling. Xo'p do'stlar, biz yana davom etamiz. DVDlar ham bor ekan, ishlaydi, robotchilik ishlaydi. Antikvar narsalar ham ko'p ekan bu yerda, kelsanglar albatta. Kolonkalarimiz bor ekan. Bu qanaqa 10 gdmidi bu? Kimdan bu? Nech pul aka? Donasimi yo? Jupiga. Jupimi? Jupiga. Bunisi shatalik uchun. Ha, bunisi qani? 50 ming deyapman, kami bu. Jupiga 50 mingmi? Ozgina yirtig'i bor ekan, buni aytmaganda 50 ming so'mga berib yuboraman jupiga deng. Xo'p, bu kolonkalar ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Nech pul bular? DVD ham ishlaydi. Nech pul DVD? 60 ming deyapman, kami. Bular ham adashmasam robotchi, ha? Rabochiy. Bular nech puldan qilib berasiz? Ha, o'ziga qarab. O'ziga qarab. Telefon nomerini aytib yuboring. Ha.
90'lik, 90'lik 540, 540 26, 26 42. Aka kuningiz yaxshi o'tsin, sog' bo'ling. Ha, YouTube aka. Bo'ldi, olamiz aka. Mana qadrdonlar, bahor keldi. Ketmonlarimiz, lopatkalarimiz bor ekan, teshalarimiz bor ekan, usta teshalar. Ajoyib buyumlarimiz bor ekan akamizda. Qadrdonlar, dazmollarimiz, DVDlarimiz bor ekan. Dazmollar nech bo'lgan ekan? Dazmollar 40 ming so'mdan 100 ming so'mgacha. 40 ming so'mdan 100 ming so'mgacha. Rahmat. Antikvar fotoapparatimiz ishlaydi. Ishlaydi, yaxshi ishlaydi ekan do'stlar. Nech pul bu? 200 ming so'm. 200 ming so'mga berar ekanlar. Bizni kanaldan chiqsanglar ozgina yo'lni ham qilib berishadi do'stlar. Dastlabki ham qilib beramiz. Dastlabki ham qilib beraveramiz deyishyapti. Hop, telefon raqamini aytib yuborasiz aka. 77lik 77lik 3'te 9 3'te 9 19 72. 19 72. Umringiz uzoq bo'lsin, boringizga shukr. Xo'p, qadrdonlar, kimga mana shu buyumlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, batafsilroq sizlar uchun ma'lumot berishadi do'stlar. Hozir nech pulgacha soatlarimiz bor bu yerda? 2 milliongacha soatlar bor hozirda. 30 ming so'mdan 2 million so'mgacha soatlarimiz bor ekan qadrdonlar. Mana bu narsa ajoyib ekan. Nech pul bu? 50 ming so'm. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa mana shu telefon raqamlariga murojaat qilaveramiz. Qadrdonlar, biz yana davom etamiz albatta. Bu yerda detskiy manejlarimiz ham bor ekan. Ishlatilgan, lekin yaxshi saqlangan holatda. Nech pul aka bu? 200 ming so'm 200 ming so'm. Yo'li bormi yo bo'lishimi? bo'ladi yo. 200 ming so'm. Buchi? Osparni garnituri. Mana donaqiga. Ha, kampligi bor-ding. Kampli, hamma Spalni bor. garnitur. Ha. Buni nech pulga beramiz? Uni trimosi, ikkita tumbichka, kravatlari bilan, shpanellari bilan 3 millionga beramiz. 3 million so'm. Xo'p, bularchi? Bular ikkovini 700 ming beramiz. 700 ming so'm. Xo'p, bularchi? Rossiyskiy. Rossiyskiy narsalar. Bularni 1 million 200 ga beramiz. 1 million 200 ming so'm. Telefon raqamini aytib yuboramiz a? 94lik 94lik 024 024 0876. 0876. Qiziqqanlar bemalol video ostidagi raqamlarga murojaat qilaveramiz. Akamni tashqarida ham narsalari bor. Olib boyaginda rasmini Telegramdan tashlagandim. Videosi ham yo'qmi deyishgani, qaytib kelib mana video qilyapman do'stlar. Xo'p, pufiga bor ekan ikkita. Bufiga yana bitta bo'lagi bor mana. Aha. Ichkarida qolib ketdi. Xo'p, U 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm. Shunda bo'lishimi? Xona ukologimiz albatta 1 million 700 ming so'm ekan. Ozgina yo'l qilib berishadi. Bizning kanaldan chiqsanglar albatta. Aka, kuningiz yaxshi o'tsin, sog' bo'ling. Ha, boshladik. 1,5 million oxiri. Xo'p, maylimi ochib ko'rsak? Ha, ochib 1,5 million so'm ekan do'stlar, bo'lishi ekan. Ozgina ishlatilgan, lekin Motor yaxshi ochilmagan. ishlash. Asosiysi motori ideal ideal holatda ishlashi. Bunisi-chi? LG Aha, 2 million 300 ming qilib beramiz. 2 million 300 ming so'm. Mayli, buni ham ochib qo'ysam. Ko'ring. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa video ostidagi nomerlarga telefon qilaveramiz. Aha, bundan keyin Bunisini 2 million qilib beramiz. Yozda olingan narsa, avgustlar atrofida olingan narsa. 2 million so'm qilib berar ekan. Ishlash qanaqa aka buni? Ishlash zavodsiz holatda. Zavod ko'rmagan. holatda, usta ko'rmaganda. 5-6 ishlangan narsada. Ichlari ham yangidek holatda ekan, mana o'zingizlar ko'ryapsizlar do'stlar. Bor-borcha video qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. Qancha buni bo'lish oxiri? Oxiri 2 million qilib beramiz. Oxiri 2 million so'm qilib berasiz. Xo'p, bu Avangard. 1 yilcha ishlangan, bu ham yangidek narsa, zavodsiz holat. nech pul qilib beramiz buni? Buni 1 million 800 ming qilib beramiz. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa 1 million 800 ming so'm qilib berar ekanlar. Albatta ishlashi ideal hammasini deyishyapti. Qaysi biri yo'qsa bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Video ostidagi nomerlar, mana shu tadbirkorlarimiz telefon raqamlari. Xo'p, telefon raqamni yana bir qator aytib yuborsangiz. 97lik 97lik 991 2015 93 kodi bilan 070 85 54. Do'stlar, bu yerda tangalarimiz, antikvar narsalarimiz bor ekan. Lekin antikvar narsalar, eski pullar yig'adiganlarga qadrdonlar, ajoyib bir-biridan qiziq medallarimiz ham bor ekan. Bemalol kelsanglar mana shu yerdagi bozorimizda
shunaqa eski antikvar narsalarimiz ham bor ekan do'stlar. Xola, telefon raqamingiz bormi? Telefon raqamni aytib yuboring. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishadi. 88lik 995 0464 raqamlariga murojaat qilsanglar, albatta xolamda eski pullar ham bor ekan, qadrdonlar. Eski pullarni hammasidan bor. Maylimi ko'rsam? Do'stlar, eski pullar ham bor ekan, qiziqqanlar bemalol murojaat qilsanglar, albatta xolam bilan o'zingizlar kelishib gaplashaverasizlar do'stlar. Umringiz uzoq bo'lsin xola, rahmat kattakon ma'lumotlar uchun. Sog' bo'ling. Mana ajoyib antikvar narsalarimiz, qaranglar, eski pullar. Va qidirib yurganlar juda ham ko'p. Bular medallarimiz bor ekan, qadrdonlar. Qiziqqanlar uchun albatta hozir telefon raqamlarini ham olishga harakat qilaman akamizdan. Qiziqqanlar bemalol murojaat qilaveramiz do'stlar. Qaranglar, tangalarda hammasidan bor ekan. Kolleksiya qilayotganlarga albatta mana medallarimiz. Bu yerda bir-biridan qiziq antikvar narsalar bor ekan do'stlar. Mana pastda ham ajoyib tangalarimiz bor ekan, qadrdonlar kolleksiyasi, eski pullari bor ekan ichida. Bemalol hozir telefon raqamlarini olaman, murojaat qilsanglar batafsilroq ma'lumot berishadi do'stlar. Biz albatta boyagina aytib o'tdim, Andijondagi Yangi bozor orqasida Baraxo'rka eski bozoridamiz. Antikvar narsalar juda ham ko'p ekan bu yerda. Aka, telefon raqamini bir qator aytib o'rasiz? 91lik 175 175 45 45 00 00 45 00. Qadrdonlar, kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaveramiz akamizda. Albatta telefonlari har doim ish faoliyatda ekan. Murojaat qilaverasiz. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, qadrdonlar, bu yerda bolajonlarimiz uchun ajoyib velosipedlarimiz bor ekan. Rabotchi, lekin yaxshi saqlangan holatda. Birinchisini aytyaptilar 200 ming so'm ekan do'stlar, 200 ming so'm. Keyingilari ekalasi 100 ming so'mdan. Bu-chi aka sotilmaydimi? Bu nech pul? 1 million kam bor, 800 ming so'mga berasiz. 150 ming so'mga beramiz ikkovini. Telefon raqamini aytib o'raylik. Telefon raqam. Telefon nomerini aytib o'ramiz. 93lik 630 Aha, 77 89. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Akalarimizni telefonlari har doim ish faoliyatida bo'lar ekan, qadrdonlar. Xo'p, biz davom etamiz unda. Xo'p, qadrdonlar, xonadonlarimizga kerakli bo'ladigan buyumlar bu yerda juda ham ko'p ekan. Imkon qadar video qilib ko'rsatishga harakat qilyapman, qadrdonlar. Boltalarimiz bor ekan. Gravel deb qo'yadimi? Shunaqa kilkilarimiz bor ekan, do'stlar. Hatto kuvoldi ham bor ekan, do'stlar, bu yerda. Bir-biridan ajoyib xonadonlarimizga kerakli bo'ladigan buyumlar bor ekan. Mana eski narsalarimiz ham bor ekan. Muzeylarda ko'rgandik bularni bu yerda. Albatta antikvar, boyaginda aytib o'tdim, antikvar narsalarimiz juda ham ko'p ekan, qadrdonlar. Mana eski tangalarimiz, eski pullarimiz. Xo'p, do'stlar. Mana qadrdonlar, eski buyumlarimiz. Qaranglar, bu qachon chiqqan ekan? O'ta ham juda ham eski narsa. Boyaginda aytib o'tganimdek, bunaqa narsalarni muzeyda ko'rgandik, akamizda bor ekan. Xo'p, bu kompyuter, notebooklar ishlaydimi? Kimlar ekan? Aka, ishlaydimi olar? Notebook ishlaydimi? Ikkovi ham. Nech pul? Qora. 500 ming, 300 ming. Telefon raqamini aytib o'raylik. 93 kodi bilan 630 1585 nomerlarga murojaat qilsanglar, mana shu narsalarimiz, buyumlarimizdan qaysini sizlarga yoqsa bemalol telefon qilsanglar, akalarimiz batafsilroq ma'lumot berishadi. Do'stlar, imkon qadar sizlar uchun xonadonlarimizga kerakli bo'ladigan buyumlar bilan tanishtirib borishga harakat qilaman, do'stlar. Biz ozgina bo'lsa ham mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turgan holatda bittadan like tugmasini bosib qo'yamiz, qadrdonlar. Bor ekan, bir-biridan chiroyli kalonkalar hozir tanishtirib o'tishga harakat qilaman, qadrdonlar. Muzikalniy sentrlarimiz ham bor ekan. YouTube. DVDlarimiz bor ekan, qadrdonlar.
kolonkalar bor ekan. Bemalol qiziqqanlar uchun hozir telefon raqamlarini olishga harakat qilamiz do'stlar. Kimlar ekan bu? Ehe, eski patipon deydimi, nima buni? Patipon. Ishlaydimi u? Xo'p, do'stlar, eski patiponlarimiz ham bor ekan akamizni mana iltimos qildik. O'zlari ochib mana ko'rsatyaptilar. Do'stlar, bu yerda ajoyib oldingi chiqqan radiolarimizdan bor ekan, antikvar. Nech pul aka bu? 500 mingdan donasi. 500 ming so'mdan tanlab olishga shunda. Bu eski patiponimizchi? U 700 ming. Qadrdonlar, hali tok yo'g'ida ham ishlatsa bo'lardi, bilasizlar, bunday aylantirsa aytadigan patiponlarimiz qancha dedingiz? 700 ming. 700 ming so'mga berar ekanlar. Mana o'zi tayyor chumadan. Yana boya aytib o'tganimdek qadimgi antikvar radiolarimizdan bor ekan, 250 ming so'm deyaptilar. Bu yerda do'stlar gitara ham bor ekan, laklab sim tortib qo'yilsa bo'ldi, tayyor holatiga. Nech pulga berasiz aka qiziqqanlarga? 100 ming so'mga beraverar ekanlar do'stlar. Qaranglar. Hozir misol bitta gitara olsangiz ham kamida $100 yo 1 million so'm. 100 ming so'mga berar ekanlar, bitta sim qo'yib olsanglar bo'ldi ekan do'stlar. O, subwooferimiz nech pul? Subwoofer 200 ming. Ishlash qanaqa? Zakorniy deng, ishlashi zo'r deyaptilar. Xo'p do'stlar, bu yerda kolonkalar juda ham ko'p ekan. Sizni kelishingizni bilmagandik, bo'lmasam olib chiqib terib qo'yardim deyaptilar. Bu yerda ham muzikali sentrlarimiz bor. Buni kolonkalari ham bormi? Ha, bir juba bu tarafda ekan, ustiga qo'yib qo'yibdilar. Uzr ko'rmabman. Bir dona kolonkasi bu yoqda ekan, bittasi bu yoqda. Nech pul bo'lishi? 700 ming. 700 ming so'mga berar ekanlar. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Mana tashqarida ham narsalari bor. Bu magnitofonimiz ishlaydimi? Buzuq hozir. Ha, remont talab. Shu turishda qanchaga berasiz? 40 ming so'm. Do'stlar, 40 mingga berar ekanlar. Kolonkani puli ham emasda. Chiroyli holatda saqlangan. Lekin nima bo'lgan bilmayman, men ham shunday olganman deyaptilar ekan. Bor-borcha video qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. Narxini 40 ming so'm deyaptilar. Xo'p, bularchi? Mana muzikali sentrimiz. Nech pul qilib beramiz buni? 600 ming so'm. Mana hozir aytib turgan holatda adashmasam. Ya tepadagi aytyaptimi? Ha, tepadagi ekan. 600 ming so'm berar ekanlar. Bu ham yaxshi ishlaydi. 3 o'g'il. Uchalasi. Ikkita kolonkasi bilan. Ishlashi zo'r deng. Ha, ishlayapti. Telefon nomerni aytib o'raylik aka. 99lik 060 0833 raqamlariga murojaat qilsanglar, albatta batafsilroq ma'lumot berishadi. Bu yerda kolonkalar ham juda ham ko'p ekan. Bemalol murojaat qilaveramiz do'stlar. Do'stlar, yoshlikni eslatadigan narsa ham bor ekan. Sony dendi bor, disklari, pultlari bilan deyaptilar. Qadrdonlar ishlashiga garantiya ishlatib beraman deyaptilar. Sony dendilar ham bor ekan azizlar. Mana shu video ostida nomeriga telefon qilsanglar, pultlari, disklari ham bor ishlatib beraman deya. Nech pul deysiz buni? 60 ming so'mga beraverar ekanlar do'stlar. Xo'p do'stlar, biz yana davom etamiz. Xonadonlarimizga kerakli bo'ladigan buyumlarimiz juda ham ko'p ekan. Hozir bu gaz plitalarimizni ham narx-navolari bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Boya aytib o'tganimdek ozgina ishlagan, robotchi, lekin yaxshi holatda saqlangan, ideal ishlashi. Xudo xolasa hozir egalaridan bir og'iz so'rab narx-navolarni ham bilishga harakat qilamiz. Bu yerda telefon raqamlari ham bor ekan do'stlar. Mana shu gaz plitalarning egalarining telefon raqamlari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir o'zlari bilan ham bir suhbat qilib narx-navoni bilishga harakat qilaman do'stlar. Do'stlar, akamiz o'zlari ham shu yerda ekanlar. Assalomu alaykum aka, sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimsiz? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Akajon, endi bizning obunachilarimizga mana shu gaz plitalarimizni narx-navolarni tanishtirib bersangiz. Mana gaz plitamiz, rossiyskiy gaz plitalar, hamma yo'g'ini olib borib ustanovka qilib beraveramiz. Agar keladigan bo'lsa 400 mingga beramiz. 400 ming so'm. 400 mingga beramiz. Monomiz yangi modellarda buxobkalar tepa-past yonadi. Buni akanchatina oxirgi narxi 800 mingga qilib beramiz. Oxirgi narxi 800 ming so'm. 800 ming so'mga qilib beramiz. Monomiz Artel gaz plitamiz, bu ham oxiri 800 mingga qilib beraveramiz. Oxiri 800 ming so'm. Mono karforkamiz, duh karforishni buni 300 mingga qilib beramiz. 300 ming so'm. Bu yonidagi bu panel, mebellar ichiga tushadigan nirjaveykali, zajgalka, bitta kod elektriskiy. Buni 650 mingga qilib beramiz. Qadrdonlar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol video ostida raqamlarga murojaat qilsanglar, bizi kanaldan chiqdim deb aytsanglar, albatta yana ham arzon qilib berishadi do'stlar. Telefon raqamini aytib o'ramiz aka. Telefon raqamlarimiz mana shu. 90 kodi bilan
254 3601 raqamlariga murojaat qilamiz. Yana bitta raqamlar 90 kodi bilan 143 99 93 raqamlariga murojaat qilaverasizlar do'stlar. Biz davom etamiz. Yana ajoyib buyumlar bilan tanishtirishda. Qadrdonlar, yana biz davom etamiz. Bu yerda boya ko'rib o'tganimizdek antikvar patipollarimiz bor ekan do'stlar. Mana haligi skoterlarimizga ajoyib kaskalarimiz bor ekan. Hozir bularni ham bir qator narx-navolarni bilib berishga harakat qilaman do'stlar. Hozir ruxsat berilsa, albatta telefon raqamlarini ham olishga harakat qilaman. Do'stlar, mana akalarimizda plastinkalar ham bor, Michael Jackson bor, xilma-xili bor deyaptilar. Kaseta, disk bor. Umrlari bo'lsin, kasetalar, disklar bor ekan akamiz. Hozir telefon raqamlarini olib, bularning narx-navolarini ham bilib berishga harakat qilaman. Xo'p do'stlar, 33 lik ekan, 570 20 10 raqamlari mana shu buyumlarimizga egalangan telefon raqamlari ekan. Qadrdonlar, yana davom etamiz. Albatta bu yerda bir-biridan qiziq, ajoyib buyumlarimiz, xonadonlarimiz kerakli narsalar bor ekan. Aristonlarimiz ham bor ekan mana do'stlar. Rabotchi ishlatilgan, lekin yaxshi ideal holatda ishlaydi. Birgalikda kelib akalarimiz bilan suhbat qilaman. Gaz ballonlarimiz bor ekan. Narx-navoni tanishtirishga harakat qilaman. Qadrdonlar, biz keldik. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Sizmisiz? Xo'p, ish jarayonlarini tanishtirib bersangiz endi bizga. Shuhrat aka, mana bizning mollarimiz bor. Endi bu do'konga har xil odam keladi. Biz smesiterlarimiz bor, yangi. Yangi. Yangi рабочий emas. Короче, magazinlarda 120 ming, 140 ming sotiladi. Sizni obunachilaringizga 100 mingdan, 90 mingdan qilib beraman aka. Qoyil, boringizga shukur. Qadrdon, beraman aka. O'zi yaxshi bilasiz, men kanalimda arzon joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Boringizga shukur. 90 mingdan mana yangi hali Karukada ham ochilmaganini beraveramiz klientlaringizga. Bo'ldi, bo'ldi. Kimgadir xizmatlarimiz kerak bo'lsa, sanitariya xizmatlarimiz ham bor. Borib ham o'rnatib beramiz, kelishamiz u yog'iga. Borib o'rnatib ham berasiz. Albatta kelishilgan holatda. Bir chekkadan tanishtirib ketaverasiz endi. Xo'p, unitlarimiz bor. Unitazimiz 440 ming, 450 ming sotilyapti. Siz obunachilaringiz kelib so'rasa 350 dan qilib beraveramiz. Bularga shukur. Do'stim, boringiz. Bular qanaqa? Yo, puli bir xilmi? Yo, puli bir xil emas. Bu o'ziga qarab, sastanasiga qarab turib, misol nashi 550 ming so'm. Bunisi. Siz so'rab kelganlarga 500 mingdan qilib beraveramiz bularni. Boringizga shukur. Do'stim, buchi? Rakminamiz 280 ming so'm, o'zi magazinda 340 ming sotilyapti. Buni ham 230 ga, 220 ga qilib beraveramiz. 220 ga qilib berasiz. Buchi? Bu ham asli men obunachilarimga. Siz obunachilaringizga 150 ga beraveramiz. 150 ming so'm. O'zi magazinlar 220 ming sotilyapti, yangi narsa. Boringizga shukur, do'stim. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, bu yoqda ham bir-biridan chiroylilari bor ekan. Bemalol mana men sassani. Yo'q deganda o'zi magazinda mana qo'qqo o'zi klientlar ham bilsa kerak. 600 mingga sotiladi. Yangi. 500 mingdan qilib beraveramiz aka. 500 ming so'mdan qilib 500 mingdan komplekt shunda olib borib o'rnatadigan qilib beramiz. Hozir do'stim adashmasam, bularchi? Bu mo'kalarimiz 50-60 mo'kalar bular. 380 ming, 400 mingdan sotilayotgan mo'kalarimiz jichcha mana Xitoydan kelayotganda jichcha yilib qolgan. Bu yerda u ishlam olmaydi. Bularni ham 280 qilib beraveramiz. 280. Adashmasam tashqarida aristonlarni ham ko'rdim. Sizdan bular? Bizdan. Bu nech pul bular? Bularga 70 mingdan beraveramiz bulardan. Magazinlarda 90 ming sotilyapti. Yangi. Bunisi-chi yo komplektmi bu? Yo'q, komplekt emas. Bu ikkitaligi. Bu ikkitaligiga qancha? 40 ga beraveramiz aka. Qoyil, boringizga shukur. Do'stlar, bunaqa narsalarimiz ham bor ekan komplektda, mana qadrdonlar. Bemalol video ostida telefon raqamlariga murojaat qilsanglar, albatta santexnika bo'yicha barcha instrumentlarimiz, qadrdonimizda zapchastlari bor ekan. O'zlari borib, chiroyli mehnat qilib, o'zlari ham o'rnatib berishaverar ekan qadrdonlarimiz. Boringlarga shukur. Do'stlar, qiziqqanlar video ostida telefon raqamlariga, baniyalarga ham tapiskalar bor ekan. Bu nech pul? Sir bo'lmasa? Bularni ham 30 mingdan qilib beraveramiz. 45 ming sotilyapti hozir. Jahon bozorda ham hamma bozorlarda 45 ming, 30 mingdan qilib beraveramiz. 30 ming so'mdan qilib berasiz. Qadrdonlar, hali ko'proq rakvinani qopqog'i sinib qoladi. Komplektlar ham bor ekan. Bemalol murojaat qilsanglar, qopqoqlarni ham topib berishaverar ekan do'stlar. U nech pul? Buni ham 70 ga qilib beraveramiz. 70 ming so'm. Obunachilaringizga. Aristonlarimiz 30 talik bo'ladi. 30 talik ishlaydi.
Yaxshi-da. sartarosh xonalar kichkina joylarga kelib bo'lsa, misol bizdan kelib olib ketsa ham bularni ham aka 400 dan qilib beraveramiz. 400 ming so'm 400 ming qo'yib. so'mdan. Qadrdonlar 400 ming so'mdan ishlashi ideal deyaptilar. O'zimiz ham Tashqaridan bor olib ekan. sotaveramiz bularni ham. Do'stim, bu gaz balon sotiladimi? Rossiyskiy gaz balon sotilaveradi bular ham. Bu necha pulga berasiz? Bularni bizga obunachilarga aka 450 qilib beraveramiz. 450 ming so'm. 400 ming so'm qilib bering shuni. Ha, qilib beramiz. Gap yo'q. 400 ming Xo'p, ham. bundan davom etamiz. 50 talik, 100 taliklarimiz keladi. Hozir 80 taliklarimiz bor. 80 taliklarimiz aka sizni obunachilaringiz kelsa, men manaqa ko'rganman desa, gap yo'q. 450 ga qilib beramiz, xudo xolasa, andijonliklarga aka. Qadrdonlar, 450 ming so'mga beraman deyaptilar. Ajoyib ishlaydi, zakonni ishlaydi, lekin ozgina ishlatilganligini aytmaganda zo'r holatda ekan. Holatda tana aka. Rizzo bo'lsin do'stlar. Mana kuzatib boryapmiz. Xudo xolasa, arzon joylarda video qilib borishga harakat qilyapman. Qadrdon, telefon raqamini aytib yuborasiz. Ovsali 542 78 78. Xo'p, davom etamiz. Aha. Misol bilsangiz, qimmat uylarda rakminalar sinib qoladi-yu. Aha. Sinib qolsa, u bo'lib qolsa biz bularda remont ham qilamiz. Ha, remont qilib. Chiroyli qilib hali o'zini holatiga qilgizib beramiz bularni ham. Chiroyli qilib hali bilinmaydigan qilib. O'g'lasa asl nimalarimiz ham bor, hunarlarimiz ham bor. Bemalol, demak, zavod bir xil qilib beramiz. video ostida raqamlarga murojaat qilsanglar, albatta borib chiroyli xizmatlar. Chiroyli qilib beramiz. Hali yosh bolalar ham hali osilib, sindirib qo'yadi-yu, uni tashlash kerak emas. Uni magazinlarda u 1 million, 1,5 millionga olasizlar, biz 300 ming, 250 mingga shuni ta'minlab beramiz. Ta'minlab beramiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Xo'p, biz yana albatta davom etamiz. Bu yerda bir-biridan chiroyli velosipedlarimiz bor ekan. Albatta ishlatilgan, boyaginda aytib o'tganimdek, kalaskalarimiz, yosh bolajonlarimiz uchun mashinalar uchun velosipedlarimiz, kalaskalarimiz bor ekan. Aka, bular narx-navoman tanishtirib bersangiz, a? Xo'p. 150 ming, 100 mingga beramiz. 3 o'ldiradi. Narigisimi? Ha. 100 mingga. Yangi ekan, salofan ham ochilmabdi. 100 ming so'mga berasiz. Xo'p, buchi 3 o'ldiradi. Buni 350 mingga beraman. Bo'lishimi yo yo'li bormi ozgina? 400 deyapti, 350 ga beraman. 350 ga ham berar ekan. Bizning obunachilarimizga tushib berasiz, bo'ladigan narxni aytaverasiz. Xo'p. Mana uni aka 1,5 deyapti, 1 million 300 mingga beramiz. 4 ta motor. Ullasi ham tortadi. Bo'lish shunda 1 million 300 1 million 300. Xo'p, velosipedlardan davom etamiz. Nemis, Germanskiy 700 ming. Ular 400 mingdan. Bu egalasi 400 mingdan. Aha. 7 skors. Xo'p, bu kichkinalar 250 mingdan qilib beraman. 250 ming so'mdan. Eng kichkinasi-chi? Bular 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan ikkalasi. Xo'p, adashmasam ichkarida ham narsalaringiz bor. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Bu yerda ham ajoyib antikvar narsalarimiz ko'p ekan. Usfilterlarimiz bor ekan. Mana hozir DVDlar ham antikvar bo'lib qolyapti. Maytfonlarimiz bor ekan, kolonkalarimiz. Bular necha pul muyassarobkalar? Ularda 250-200 ming so'mdan qilib beraman. Ishlash qanaqa? Ishlashi zo'r. Ishlashi yaxshi. 200 ming so'mdan qilib berar ekanlar. Kimga qiziq bo'lsa, video ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilamiz. Buni oynagi yo'q ekan. Bu remontga tashlab ketdi. Xo'p, buchi ishlaydimi? Ishlaydi. 100 ming so'mga beraman. Ishlaydi. Komplekt holatda do'stlar 100 ming so'mga berib yuborar ekanlar, ishlashi zo'r deyapti. Xo'p, plisoslarimiz qanaqa bo'lyapti? Ishlaydimi bular? Ishlaydi. Xo'p, 250, 300, 350 ming so'mgacha. O'ziga holatiga qarab demoqchisizda. Shunaqa. Xo'p, buchi? Buni aka 250 ming so'mga beraman, mikrovolnovka. Ishlash qanaqa? Ishlaydi aka. Ishlashi yaxshi. Aha. Xo'p, kolonkalarimiz-chi? Adashmasa bu kolonka o'ziniki emas ekan. Sotilib ketib qoldi, boshqa qo'yib qo'ydik. Demak, yo'q, ishlaydi asosiysi. Xo'p, necha pul aka bu? Buni 300 ming so'mga beramiz aka. 300 ming so'mga berar ekanlar. Bu nima bu? Adashmasam bu haligi yasalgan pilta, abreviator deydimi, nima? Samodelkasi. Bu necha pul? 100 ming so'm aka. Buni ham o'zi anaqalari bo'ladi, klientlari bo'ladi. Bo'ladi. Bu ishlaydimi bu? Ishlaydi. Bu necha pul? Ayb bor, shestinasini olmagan 100 ming so'mga beraman aka. Ha, ishlaydi, shestinasida aybi bor. 500 mingga o'zim olib 1 kun ishlatdim xolos. Hozir shu to'g'rilasa ishlayotgan holatda. Elektrikagani necha pul oxiri dedingiz? 100 mingga beraman. Qadrdonlar, qiziqqanlar telefon qilaveramiz. 100 ming so'mga berar ekanlar. Ozgina shestinasida ishi bor. Bu yog'i motorlari ideal holatda ishlaydi deyishyapti. Rizzo bo'lsin. Rahmalarimiz qanaqa bu? 28 masa bu? Bu nimaniki? Sportivniydiki.
Aha. 50 ming so'mga beraman aka. Butun svarka tegmagan. Yo'q, bunga tegmagan, nononga tekkan, bu anaqa uyda trenajyor qilaman deganlar olib ketadi. Ha, nech pul? Bitta joyda turadi. Qizil. Bunga 50 ming so'mga qilib beraman aka. Puli bir xil deng. Bir xil. Uni aybi yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p, Yani buchi? Abagrevator 250 ming so'm, 200 ming so'm, 70 ming so'm. 70 ming so'm. Ochilmagan, ustiga o'rmagan. Xo'p, qadrdonlar, velosipedlarni ham remont qilishaverar ekan bemalol. Bitta texnikani ham remont qilamiz. Bitta texnikalarda remont qilinadi. Dazmollarimiz ham bor ekan do'stlar. Qaranglar, hattoki u yoshligimizda ishlatadigan kalkulyatorlar, noyob narsalarimiz ham ko'p ekan akalarimizda. Telefonlarimiz bor ekan, domashniy telefon, yoshlikda ishlatadigan telefonlarimiz. Qadrdonlar, kimga bu buyumlarimiz qiziq bo'lsa, mana shu video ostida telefon raqamlariga murojaat qilaveramiz. Akalarimiz batafsilroq ma'lumot berishadi. Aka, telefon raqami bir qator aytib yuborsangiz. 91lik 91lik 617 617 17 17 78. 78. Kattakon rahmat aka, kuningiz yaxshi bo'lsin. Biz qadrdonlar davom etamiz. Qadrdonlar, bu yerda antikvar narsalar juda ham ko'p ekan do'stlar. Egalari borini albatta ruxsat berishganini videoga olishga harakat qilaman. Bu narsalarni egalari yo'q ekan hozircha, lekin mana shu bozorda bor narsani boricha antikvar narsalarimizni video qilib ko'rsatib borishga harakat qilaman do'stlar. Bargarkalarimiz bor ekan, har xil juda ham arzon bular, lekin egalari yo'q ekan. Qarmoqlarimiz bor ekan do'stlar. Egalari bo'lganda bir qator sizlarni narx-navolar bilan ham tanishtirishga harakat qilardim qadrdonlar. G'ildiraklarimiz bor ekan, mana aravacha yasayman deganlarga zanjirlar, arra, mashinalar mikrofoni bor ekan, kolonkalar bor ekan do'stlar, mana mikrofon, muzikalniy sentrlarimiz bor ekan qadrdonlar. Kompyuter uchun kolonkalarimiz, mana yana shurpovollarimiz bor ekan. Bularda egasi yo'q ekan do'stlar. Egasi bo'lganda bir qator narx-navolar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilardim, imkon qadar aylanib. Mana shu ajoyib narsalar bilan arzon joydamiz albatta tanishtirib borishga harakat qilaman do'stlar. Bu yerda velosipedlarimiz ham, bozorlikka ishlatadigan aravachalarimiz ham bor ekan. Do'stlar, bu yerda sotiladigan narsalar juda ham ko'p ekan. Plisoslarimiz bor ekan, albatta egalari bo'lganda bir qator tanishtirib o'tishga harakat qilardim. Xo'p, aylanamiz qadrdonlar. Egalari bor albatta buyumlarni narx-navolar bilan tanishtirishga harakat qilaman. Qadrdonlar, bu yerda chanalar ham bor ekan, qaranglar. Yoshligimizda qorlarimizda chana uchardik, qorlarda o'rtoqlarimiz bilan. Yoshlikda eslatib chanalar ham bor ekan. Mana bo'lakchalari ham bor ekan. Xo'p do'stlar, kaptarlar ham bor ekan bu yerda. Nimagadir egalari juda ko'pchilik do'konda egalari yo'q ekan. Robotchi ishlatilgan buyumlar, lekin antikvar narsalar ko'p ekan bu yerda. Ishlatilgan mebellar bor ekan. Imkon qadar aylanib egasi borlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Bu yerda egasi bormi ekan? Bu yerga kirib keldik. Albatta skuter bor ekan. Hozir sotiladimi yo'qmi bir qator gaplashamiz buni ham. Akalarimiz endi bizni videoga olib kelishimizni bilmagan, shuning uchun hamma narsa har joyda turibdi. Aka, hijolat bo'lmang. Qadrdonlarimiz uchun bor-boricha video qilib, bu ham sotiladimi? Sotiladi. Nech pul bu mashina o'yinchog'imiz? Bu 800 ming. 800 ming so'm bo'lishimi shunda? Yurish qanaqa kimni atillari? Yo'q, bir qator ko'rib ko'rish kerak. Demak, yo'li bor, arzonroq qilib berasiz. Skuterni-chi? Bu 1,5 millionga beramiz. 1,5 Abiyon buni yurish yaxshimi? Yaxshi yuradi. 1,5 million so'm berar ekanlar qadrdonlar. Ventilator nech pul? Ventilator bera olamiz, kelishamiz hamma yo'lda. Kelishib yo'lida. Arzon joydamiz qadrdonlar. Mana mebellar, kimga qiziqqanlar bo'lsa, mana yaka spalnilarimiz bor ekan. Bu nech pul? 200 ming so'm. 200 ming kami bor buni ham. Kamini ham. Biz kanaldan chiqsa arzonroq qilib berasiz aka. Bu-chi bu? U ham 200 mingga bera olamiz. Tumbichkasi bilan birga. Tumbichkalari bor-ding. Tumbichkasi ham bor. 200 ming so'm. Xo'p, qadrdonlar, telefon nomerini aytib olasizmi aka? 90lik 90lik kodi bilan 253 253 47 35. 47 35. Aka, kuningiz yaxshi bo'lsin, sog' bo'ling. Xo'p, qadrdonlar, biz yana davom etamiz do'stlar. Do'stlar, antikvar narsalar bu yerda juda ham ko'p ekan. Mana
saksofon deb qo'yishadimi? Shunaqa narsa ham bor ekan. Eng qizig'i do'stlar, gitara bor ekan. Mana shu $100 shunaqa 1 million atrofida sotilyapti. Akamiz Rossiyadan olib kelgan ekanlar. Men o'zim qiziq bo'lib kelganman, lekin cholishni bilmayman uka. 500 ming so'm deyapman. Agar seni kanalingdan kelishadigan bo'lsa 400 ming so'm qilib beraman deyaptilar. Do'stlar, ideal. Mana ovozi ham yangi holatda saqlangan, yangi. Kimga agar qiziq bo'lsa, bemalol mana shu video ostidagi raqamlarga murojaat qilsanglar, mana shu gitarani egalarining telefon raqamlari, gitara kerak deganlarga. Ovozi juda ham jarangdor ekan, zo'r. Xo'p, bu yerda mebellar ham bor ekan. Mana shu raqamlarga murojaat qilsanglar, albatta batafsilroq ma'lumot berishadi qadrdonlar. Biz yana albatta davom etamiz do'stlar.